Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun ham sizlarga foydali video tayyorladim. Ammo bu foydali video sizning kayfiyatingizni biroz tushirishi mumkin. Bu videomiz jarimalar xususida. Ko'pchilikka ma'lum 2021-yil 1-fevral sanasidan boshlab oylik ish haqi va bazaviy hisoblash miqdori 10% ga oshirildi. Demak, ushbu videorolik orqali siz ba'zi bir jarimalarning miqdori xususida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Kamar taqmaslik 122.500 so'm, Texas Motor aptechka 122.500 so'm, hujjatsiz yurish 245.000 so'm, sug'urtasiz haydash 245.000 so'm, qizildan o'tish 490.000 so'm, telefonda gaplashish 735.000 so'm, noto'g'ri parkovka qilish 735.000 so'm, raqamsiz haydash 1.225.000 so'm, tezlikni 20 km/soatgacha oshirish 245.000 so'm, tezlikni 20 km/soatdan 40 km/soatgacha oshirish 1.225.000 so'm, tezlikni 40 km/soatdan oshirish 2.205.000 so'm. Pastlikni aniqlash tekshiruvidan bosh tortish 3.675.000 so'm miqdorida jarima yoki 3 yilgacha avtomobilni boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Mast holatda avtomobilni haydash 6.125.000 so'm miqdorida jarima yoki 3 yilgacha avtomobilni boshqarish huquqidan mahrum qilish. Ruxsatsiz tonirovka, ya'ni avtomobil oynalarining tusini o'zgartirish 6.125.000 so'm miqdorida jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Agarda sizga nisbatan ushbu jarima qo'llanilsa, uni qanday bilish mumkin? Buning uchun siz avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mana bu hujjatning orqa tomonidagi o'ng yon burchakda yoki chap yon burchakda joylashgan kodni olib, avtomobilingizni davlat raqam belgisi va mana shu kodni 8860 qisqa raqamiga SMS shaklida yuborasiz va sizga qaror raqami keladi. Ushbu qaror raqamini olib, elektron to'lov tizimlari orqali siz jarimani to'lashingiz mumkin bo'ladi. Sizga qaror raqami kelganidan so'ng, qaror raqamini olib, istalgan elektron to'lov tizimiga kirasiz. Oson dasturiga kirib, izlash tugmasi orqali jarima so'zini yozamiz va u yerdan bizga kerakli bo'lim chiqadi. Bo'limga kirib, bizga kelgan qaror raqamini kiritamiz. Shunda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz hamda to'lashingiz lozim bo'lgan jarima miqdori summasi kelib chiqadi. Jarima miqdori summasini kiritib, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Klik dasturi orqali esa quyidagi tartibda jarimani to'lashingiz mumkin. Buning uchun Klik dasturiga kirib, to'lovlar bo'limiga o'tamiz va u yerdan davlat xizmatlari va davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatini tanlab, shtrafi bo'limiga kiramiz va u yerga ham qaror raqamini kiritib, to'lovni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, videoni yaqinlaringizga ulashing. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.